men ismim Saharjon Zulfiqorovna. Bugungi mavzuimiz xaridlar boshqarish va global manbalar faniga kirish. Demak, fanimiz uchun keltirib o'tilgan rejalarimiz bor. Xaridlarni boshqarishning ta'rifi, xaridlar tizimining maqsadi va vazifalari, xarid jarayonining bosqichlari, xaridlarni boshqarishning ahamiyati, O'zbekiston va jahon tajribalarida misollar keltirib o'tilgan. Demak, xarid o'zi nima? Bugungi kunda global raqobat muhitida tashkilotlar xarajatlarni kamaytirish, samaradorligini oshirish uchun xizmat qiladigan xaridlar bor. Ularning talablarga tez javob berish uchun albatta xaridlar strategik boshqarishga alohida e'tibor berilmoqda. Demak, xarid o'zi nima? Bu tashkilotni ishlab chiqarish yoki xizmat ko'rsatish faoliyati uchun zarur bo'lgan xom ashyo, materiallar, butlovchi qismlar, xizmatlar yoki texnologiyalar tashqi manbalardan olish jarayoni hisoblanadi. Demak, xaridlarni boshqarish, albatta xaridlar so'zini ko'rganimizdan keyin ularni boshqarish bor, albatta sotib olish, boshqarish bor. Ya'ni bu tashkilot iqtisodlarini aniqlash, mos tovarlar yoki xizmat topish, yetkazib beruvchilar bilan muzokara olib borish, shartnoma tuzish va xarid qilgan ishlar o'z vaqtida va sifatli qilib yetkazib berishni ta'minlash faoliyati hisoblanadi. Xarid tizimining asosiy bosqichlari ham bor. Bular ya'ni talabni aniqlash, nima kerak, qanchalik kerakligi, keyingi o'rinda yetkazib beruvchilarni aniqlash va baholash. Hozirgi kunda O'zbekiston hududida ko'pgina bu xaridlarni amalga oshirishda tenderlardan va turli xil platformalardan foydalanmoqda. Albatta, u yerda yetkazib beruvchilar, sotuvchilar, oluvchilarni aniqlash mumkin. Keyingi o'rinlarda narx va shartlarni kelishish. Albatta, har bitta tashkilot o'zining moliyaviy imkoniyati darajasida narxlarni tanlash va ularning shartlarini kelishish zarur hisoblanadi. Keyingi o'rinlarda bu kelishuvlardan keyin buyurtma berish, ya'ni qanchalik kerakligi, nima kerakligiga qarab buyurtma berish hisoblanadi. Va yetkazib berishni nazorat qilish. Har bitta o'zingiz ham internetdan narsa albatta buyurtma bersangiz, yetkazib berishni nazorat ostingizga olishingiz mumkin va albatta bu xarid tizimining asosiy bosqichlari ham kirib o'tadi. Keyingi o'rinlarda qabul qilish va sifatni tekshirish va to'lov sovg'a berish hisoblanadi. Endi albatta xarid qilish jarayonida bu xizmatlarni sotib olish jarayoni asosan bu biznes bilan bog'liq bo'ladi, chunki tashkilotlar tovarlar yoki xizmatni sotib olishni talab qilishi kerak, ya'ni bu biznesda asosiy rol o'ynaydi. Demak, xarid turlari bor, ya'ni xarid turlari to'g'ridan to'g'ri xarid, bilvosita xarid, kapital xarajat xaridlar va tovar xaridi hisoblanadi. Hozirgi kunda umuman avtomobil ishlab chiqaruvchi zavodda har bir mashinaning tan narxining 65% qismini qilingan butlovchi qismlar tashkil qilinadi. Agar xaridlar samarali boshqarilsa, umumiy tan narxi 10-15% ga kamaytirish imkoniyatini yaratadi. Masalan, misol qilib, O'zbekiston avtomobil ishlab chiqarish uchun turli ehtiyot qismlarini, dvigatel, elektron bloklar, g'ildiraklarni chetdan sotib oladi. Ushbu ehtiyoj qismlari sifati va arzon narxda xarid qilish mahsulot yakuniy narxiga albatta ta'sir qilib o'tadi. Demak, to'g'ridan to'g'ri xarid o'zi nima? To'g'ridan to'g'ri xarid qilishni birinchi turi bo'lib, unda tashkilotga foyda keltirishi mumkin bo'lgan xizmatlar, materiallar, tovarlarni olish haqidagi xaridlar hisoblanadi. Keyingi o'rinda bilvosita xaridlar bu nima? Albatta, bu ichki foydalanadigan materiallar, tovarlar, xizmat olish haqida ketadigan. Bu kundalik operatsiyani qo'llab-quvvatlashdir. Ya'ni ofisda ichki jihozlari, tez buziladigan buyumlar, mebellar, hattoki transport vositalarini ham o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, ushbu bilvosita xaridlarga ushbu turdagi xaridlar kundalik faoliyat uchun zarur bo'lgan narsalarni sotib olishni o'z ichiga oladi. Masalan, kunlik mebel, texnikalar, oddiy olib aytganda korxonada foydalanadigan qog'ozdan tortib qalamlargacha kiritsak bo'ladi. Demak, keyingisi xizmatlarni xarid qilish. Ushbu turdagi xaridlarga u odamlarga asoslangan xizmatlarni olish bilan shug'ullanadi. Jismoniy shaxslar uchun agar biz bu xaridlarni ko'rib chiqsak, masalan, biz xarid qilayotgan turli xil advokat konsultatsiyalari yoki bo'lmasa konsalting firmalarining turli xil turistik kompaniyalarning firmalari xizmatlari ham xizmatlarni xarid qilish turiga kiradi. Demak, tashkilotga qarab u individual pudratchilar, yuridik firmalar, shartli mehnat xavfsizlik xizmatlari va boshqalarni o'z ichiga olishi mumkin. E'tibor qilsak, shartli mehnat, ya'ni shartnomalar orqali tashkil etiladigan mehnatlarni ham sotib olish imkoniyati bor. Xavfsizlik xizmatlari, ya'ni davlat organlari tomonidan taklif qilinadigan turli xizmatlarni ham xizmat xaridlariga keltirishimiz mumkin. Keyingi o'rinlarda tovarlarni xarid qilish. Bu yaxshi xaridlar hisoblanadi. Jismoniy shaxslar uchun ham, yuridik shaxslar uchun. Bu jismoniy buyumlarni xarid qilish bilan bog'liq, biroq u daftariy ta'minot obunalari kabi narsalarni ham o'z ichiga olishi mumkin. Masalan, siz mobil qurilmangizdan turli xil prilojeniyalari yoki turli xil mana Telegramga o'xshagan narsalarni sotib olishingiz yoki kompaniya uchun boshqa xizmat turlarini sotib olish, tovarlarni xarid qilish bu turga kiritsak bo'ladi. Demak,
Xaridlarni albatta amalga oshirishdan tashqari ularni rejalashtirish jarayoni ham bor. Uni o'ziga yarasha bosqichlari bor. Ya'ni bozorni tadqiq qilish, ya'ni bozorni chuqur o'rganish. Har bittamiz oddiy kunlik buyumlarni xarid qilayotganimizda ham albatta bozorni chuqur o'rganishimiz lozim topadi. Chunki kerak bo'ladi. U qimmat narsa bo'lsin, arzon narsa bo'lsin, moliyaviy tejashga olib kelish uchun. Keyingi o'rinda mahsulot va xizmatlar tanlovi. Kerakli mahsulotlar va xizmatlarni aniqlash. Tanlov va xaridorlar ehtiyojlarini bozor va sharoitlarga mos bo'lishini zarurligini ham ko'rib chiqish zarur. Keyingi o'rinlarda budjet tayyorlash. Korxona hali yuqorida aytib bo'lganda albatta o'z moliyaviy imkoniyatlari darajasida byudjetni tayyorlash kerak. Xaridlar uchun moliyaviy resurslarni rejalashtirish lozim. Keyin moliyaviy cheklovlar hisobga olish yordam beradi. Oxirgi o'rinda xaridlar ro'yxatini shakllantirish, ya'ni sarflanadigan mablag' tanlangan mahsulotlar asosida ro'yxat tuzish o'z bosqichi ichiga oladi. Demak, bu xaridlarni amalga oshirishda global xaridlar ham o'z ahamiyatiga ega. Ya'ni globallashtirish jarayonida kompaniyalar faqat lokal emas, bizning mintaqamizda emas, balki butun dunyo bo'ylab xalqaro bozorlarda ham xaridlar amalga oshirishga hozirgi kunda undamoqda. Ya'ni talab zamon talabi talab qilmoqda. Global manbalarni xarid qilish kompaniyalar narx, sifat, texnologiya yoki yetkazib berish bo'yicha ustunliklar ham o'z ichiga oladi. Demak, global xarid bu nima? Global xarid bu tashkilotning ehtiyojlarini qondirish uchun xorijdagi yetkazib beruvchilarni jalb qilish orqali amalga oshirilgan xarid faoliyati hisoblanadi. Ularning o'z afzallik tomonlari bor. Birinchi o'rinda narx ustunligi. Albatta, ishlab chiqarish arzonroq bo'lgan mamlakatdan xarid qilish, to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqaruvchidan xarid qilish imkoniyati yaratadi. Innovatsiya. Biz ko'pgina rivojlangan mamlakatlardan tovarlarni xarid qilayotgan, albatta ularning texnologiyalari bilan to'qnash kelamiz. Ularning tajriba sifatida ham o'z mamlakatimizga olib kirish tajriba sifatida qo'llashimiz uchun innovatsiyalarga ham bu ustunlik ko'rsatadi. Moslashuvchalik, turli bozorlardagi ta'minot zanjiri, ya'ni istalgan vaqtda turli xil holatlar, mana pastda aytilgan riskni tarqatishda bu bir-biriga juda ham bog'liq. Bir manbaga bog'lanib qolmasda moslashuvchalik, bugun bu bizga yetkazib beruvchilar ishlab chiqara olmasa, ertaga boshqa yetkazib beruvchilar bilan tez moslashuvchalik bilan riskni bartaraf qilgan holda turli xil bozorlardan foydalanish ham global xaridlarning asosiy ustunliklarini ko'rsatib o'tadi. Demak, global manbalar boshqarish strategiyalari ham bor. Bu birlashtirish, diversifikatsiya, lokalizatsiya, zaxira yetkazib beruvchini tayyorlash. Bunga misol Samsung kompaniyasining mikrochiplari keltirilgan, ya'ni bu kompaniya o'z mikrochiplarini Janubiy Koreya, Tayvan, AQShdagi bir necha yetkazib beruvchilar bilan ishlaydi. Bir vaqtning o'zida bir nechta e'tibor qiling, davlat korxonalari bilan ishlaydi. Demak, global xaridlar bilan bog'liq asosiy muammolar ham mavjud. Ya'ni o'zimiz ham bilamiz, turli xil platformalarda chet el mamlakatlaridan xarid qilganimizda logistik kechikishlarga to'qnashimiz kelishimiz mumkin. Hatto bu mintaqamiz o'zimizning davlat hududimizda bo'lsa ham logistik kechikishlarga to'qnash kelishimiz mumkin. Ya'ni yetkazib berishdagi transport muammolari. Keyingi o'rinda valyuta kursidagi farqlar, ya'ni har bir davlatning o'zini milliy valyutasi bo'lgandan keyin, masalan, misol keltirganimizda Xitoy bo'lsa, ular o'zini yuanda qabul qilayotganda bizdan chet el summasi chiqib ketilgan sal tafovutlarga yuzaga kelishi mumkin. Keyin madaniy tafovutlar, ya'ni ishbilarmonlik odatlari har xil. Albatta, bu har bitta davlatning o'zini mentaliteti, albatta ishbilarmonlik odatlari turli xil bo'lgani uchun madaniy tafovutlar ham yuzaga kelishi mumkin. Tashqi siyosiy xavflar. Hozirgi kunda bu hech kimga anaqa emas, turli xil davlatlarda sanksiyalar, urushlar bo'lgani uchun bu albatta global xaridlarni amalga oshirishda turli xil yuzaga muammolar keltirib chiqarmoqda. Albatta, muammolardan tashqari yana bir afzallik qatorlari ham bor. Bu past narx, texnologik ustunlik, raqobatbardoshlik va moslashuvchilik. Buni ham yuqorida keltirib o'tdik. Demak, global ma'lumot topishning zamonaviy vositalari bor, ya'ni xaridlarni amalga oshirishda birinchi o'rinda B2B platformalari, eng zo'r hammamiz biladigan Alibaba platformasida bu global manbalarni xaridini amalga oshirish imkoniyati bor va keyingi o'rinlarda sanoat yarmarkalari va ko'rgazmalarda uchratishimiz mumkin va tender savdo platformalari va yetkazib beruvchilarning baholash tizimlarida. Misol qilib, Apple kompaniyasi o'zining asosiy komponentlarini mikrosxemalar, displeylar, kameralarni dunyoning turli mintaqalarida ixtisoslashgan ishlab chiqaruvchilardan xarid qiladi. Bu kompaniya sifatini yuqori darajada saqlab qolgan holda xarajatlarni kamaytirishga yordam beradi. Keyingi o'rinlarda davlat, albatta bizning O'zbekiston hududimizda bu jarayonlar amalga oshirishda qonunchilik davlat tomonidan qonunlar ham ishlab chiqarilgan. Ya'ni davlat xaridlari to'g'risidagi qonunda bu 2021-2020 marta ma'qullangan, yangilangan versiyasi, u 12 va 85 moddadan iborat. Hurmatli tinglovchilar, bugungi darsimiz shundan iborat edi. Kelasi darslarda ko'rishib qolguncha